Sizga bir talqachidan kaydirib bo'lmay chiqadigan Wi-Fi yasamaymiz ham yaqinroqlar. Onda chechenlik budirlab kelsin bularda yasqin bo'ldi. Biz birinchilar funcha araymiz ha. Funcha qanday araymiz deganda tuyxodendan 20 barmoq ustiga araymiz ha. 4 minut holatda. Boya tarafdan o'xshash tuyxodendan 20 barmoq ustiga araymiz. Tarafda funchasini arib olgandan keyin kayna funchasini araymiz. Kayna funchasini 3 barmoq arsak bo'ldi. Boshdan x nuqtasiga 3 barmoq. X'rek araymiz ha. Qancha x arsa shuncha bo'lmay chiqadi. U shaklda araymiz. Hangi kayinni U shaklda arib olgandan keyin de yasash boshlaymiz. Yon taraf yasaganda ustidan ostiga yasaymiz. Ostida ustiga yasamaymiz ha. Yengil shaylarimiz birinchi olab ha. 1 2 3 4 5 bo'ldi. 5 qanchada yasak bo'ldi. 2 sant qo'ysak bo'ldi. 2 sant bos bo'ldi. Toshdan yon tarafga shoygan keyin bekmasini desek bo'lmaydi, chiqib qoldi. Bo'ldi yon tarafga yasab bo'ldi, keyin yasaymiz. Keyin tarafdan o'xshash ustidan ostiga yasaymiz. Keyin taraf 4 santdan 5 santgacha bos bo'ldi. Voy dingli shayli oldik. Yan tarafdan o'xshash, dingli shayli oldik. Shu surat yasaymiz. Qaytishdik, haq ostimas bo'ldi. Birikdan gələn tərəfdən o'xshaymiz ha. Qanday o'xshaymiz deganda ustidan ostiga olamiz ha. Ostida ustiga emas, ustidan ostiga. C shaklda. Chiqsidan birinchi sizdoq. Quloqning old tarafdan o'xshash ha. C'dan birinchi sizdoq. Ustidan ostiga olamiz. Quloqning kaynidan o'xshash ha. 20 chamberdan birinchi sizdoq. Asta-asta. Siz bo'lgandan keyin oyoqlarni tuz elib o'tamiz ha. Tuzlamay bersak bo'ldi. Ne? Chamber, yarim chamber, tuz ala chiqdi. Keyin taraf bo'lmay chiqdi mana. Ham azroq men mavzu olib ketgan, ya'ni mashina urib uchirib o'tamiz ha. Yengil. Bo'lib chiqirib mana keyin taraf bo'lmay chiqdi. Yon tarafdan tubini kesish boshlaymiz ha. Yon tarafdan keyinga kapta azroq dab olib bersak, shalonlashtirsak shuni bo'ldi ekan. Oldi uzunroq ha, oldini asal qisqartamiz. Nimaga? Ham chaqni oldini kesamiz ha, oldini 2 barmoqcha arayib oldini tubidan kesak bo'ldi. Arib oldik. Tuz tatimiz ha. Tuz tatdik, kesdik. Mesela uzun ha. Azroq qisqartla. Bo'ldi mishtarak bo'lsa. Uni ko'tarib bir tattoq. Sizni azroq kesib o'tamiz 1 sant atrofida. 90 gradus bir tattoq. Uzoq shalonlashtirsak bo'lishini. Bo'ldi mishtarak bo'lsa, o'lchamlik bo'ldi. Bu tarafdan bo'lib o'tamiz. Okay. Vamos a hacer picado.